Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, anhumodan radhiyallohu anhu annahu qol qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ya ma'shara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija'un. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimning qilgan rivoyatida aytadilarki, ey yosh jamoatlari, ey yoshlar jamoati deydilar. Ya'ni yoshlarga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nido qilyaptilar. Sizlardan kimki agar uylanishga qodir bo'lsa, nikohga qodir bo'lsa, falyatazawwaj, uylanib olsin dedilar. Uylanishga qodir bo'lib, men xotinni boqamanmi, farzand bo'lib qolsa farzandni boqamanmi deb qochish kerak emas. Odamlar 30 ga kirguncha, 28 yoshdan oshguncha tezroq uylanishga harakat qiladi. Undan keyin o'ylab qoladi. Biri qiz chiqib qolsa, bu yog'i yoqmadi deydi, ikkinchisi chiqsa, u yog'i yoqmadi deydi. Yoqmayotgan bo'lib qoladi. Yosh kattaygan sari odamga shahvati pasaya boshlaydi va u uzoqni o'ylayotgan bo'lib qoladi. Yoshlarga shuning uchun 20 yoshmi, 21, 22 yoshmi uylantirib qo'yish kerak. O'sha vaqtida aynan qoni qaynagan bo'ladi. Qoni qaynagan paytida agar uylanishlikka qodir bo'lsa, uylanib qo'yishlikka Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurdilar. Mayli 20 yoshdan avval bo'lsa ham uylantirsin. Xullaski uylanishlikka, nikohga qodir bo'lsa uylanib olsin dedilar. Chunki u ko'zni yumishlikka sababdir dedilar. Haqiqatda uylanmagan bolalarni qarang. O'tgan ayolga ham, qaytgan ayolga ham ko'z tikib turadi. Hozirgi sharoitda-ku 60 ga 70 ga kirganlar ham shunday. Bundan oppoq emas. Lekin uylanmaganlar uchar bo'ladi. Yoshlik jinnilikdan bir bo'lak dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Haqiqatda jinnilikdan bir bo'lak. Ularni tezroq uylantirib, shahvatini so'ndirib turishlikka buyurdi bizning shariatimiz. Va ahsanu lil farj, farjiga eng saqlovchiroq bo'ladi. Ko'zni yumuvchiroq, farjini saqlovchiroq bo'ladi. Zinoga o'tib ketmaydi. Yoshlar agar uylanishlikka qodir bo'ldimi, uylansa, ya'ni nikohga degani nikoh sarmoyasiga puli yetdimi uylansin degan. Nikoh sarmoyasini topoldimi uylansin. Yurmasin ko'chama-ko'cha. Mashina olay, uy joyimni yangilab olay, ishimni yaxshilab olay demasin. Nikohga kuchi yetdimi uylanishlikka uylanib olsin. Chunki u ko'zni yumadi, yumishiga sababdir. Farjini saqlashlikka ham sababdir. Omallam yastati fa alayhi bis-sawmi. Agar nikoh qilishlikka kuchi yetmasa, qodir bo'lmasa, pul topolmasa, roza tutsin dedilar. Fa innahu lahu wija'un. Chunki unga u qalqon dedilar. Bizning shariatimiz har bir narsani nozik joylarigacha isbotlab berdi va yo'lini to'sib ham qo'ydi. Yosh kattalar ayoli bor, o'zini to'xtatib turishligi mumkin. Lekin hozirgi sharoitda ko'pchiliklar olg'ir bo'lib ketgan. Ammo yoshlar otilgan o'q singari bo'ladi. Agar ota-onasi nikohga pul topolsa, uylantirib qo'ysin, ko'zini yumaydigan qilib qo'ysin. Agar nikohga puli yo'q bo'lib qolsa, endi nikohga puli yo'q degani juda ham kambag'al. Bizning sharoitimizda hech qanday bunday odamlar topilmasa kerak. Yetimlar ham, kambag'allar ham nikohga albatta qodir bo'ladi hozir. Nikohga ko'p narsa talab qilinmaydi. Agar nikohga ham qodir bo'lmasanglar dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonida bitta uychasi bo'lgan, bir kapasi bo'lgan, ustida bir qavat kiyimi bo'lgan, bitta tog'orasi bo'lgan, o'tirishga bitta to'shakcha bo'lgan. Boshqa hech narsa bo'lmagan. Qanday qilib uylansin ular? Ana shunaqangi odamlar roza tutsin deyaptilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Roza unga qalqondir dedilar. Demak,
Bizni shariatimiz har bir narsaga aniq, tiniq qilib yechim yechib berdi. Alloh subhanahu va taolo bizni yaratdi. Bizni o'zimizning holimizga tashlab qo'ymadi. Bor, endi o'zing xohlaganingni qil demadi. Bizning shariatimiz har bir narsani nozik joylarigacha isbotlab berdi. Bizning shariatimizchalik biron bir shariat yo'q dunyoda. Oxirgi to'liq, komil shariat bo'ldi. Birodarlar, agar biz Allohning har bir qoidasiga labbay deb ijobat qilsak, bu dunyoda ham baxtli yashaymiz. Misol, mana kimni qizi yo'q, yosh kattalarni. Hammani qizi bor. Yoki yoshlarning singillari bor, opalari bor. Shularga yoshlar yoki o'rta yoshlar buzuq ko'z bilan qarashga rozi bo'lasizlarmi? Yoki ayollariga boshqa erkaklar buzuq nazar bilan qarashlikka rozi bo'ladimi? Rozi bo'lmaydi. Lekin o'zlari boshqaga qaraydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam an-nazratu sahmun min siham iblis. Faman tarakaha makhafatan minni abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi dedi. Hadis qudusiyda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohdan rivoyat qilib, Imom Tirmiziyning sunanlarida keltirgan hadisda ayolga qarashlik shayton o'qidan bir o'qdir dedi. Alloh taolo aytadi. Hadis qudusiyda, kim agar mendan qo'rqib qarashlikni tark qilsa, qizlarga, ayollarga, unga iymonni almashtirib beraman, halovatini qalbida topadi dedilar. Bu kichik narsa emas. Sinab ko'ring. Har bir odam o'zini boshqara oladi. Lekin shayton kelgan paytida boshqarishlikni ham xohlamaydi. Har bir odam agar Allohning shariati bo'yicha yashaydigan bo'lsa, qarang qanday baxtli yashaymiz. Odam o'zidan boshlash kerak. Boshqalardan emas. Boshqalar agar xotiniga yomon nazar bilan qaragan bo'lsa, nega yomon nazar bilan qarading deyish bilan emas, o'zidan boshlasin. Kim agar Imom Hokimning rivoyatida hadis sharifda keltiriladi, kim agar boshqaga yomon nazar, boshqa xotinga yomon nazarda qarasa, unga ham, uni xotiniga ham yomon nazarda qaraladi dedilar. Birodarlar, avval o'zimizdan boshlaylik, o'zimizga pichoq sanchib ko'raylik. Og'rimasa keyin boshqaga sanchaylik. Allohning va'dasi haq. Avvalgi zamonda bir zargar tillodan narsa yasaydigan kishining oldiga kelinchak keladi. Bilak uzuk yasab bering deydi. Erkak kishi ayolni bilagidan ushlaydi, shahvat bilan ushlaydi. Bilak uzuk yasayapman degan bahonada. Keyin uyiga kelsa, xotini shikoyat qilib chiqadi. Qulingiz meni quchoqlab o'pdi deydi. Ayib kimda? Ayib o'zida bo'ladi. Birdan o'zining qilgan ishi xayoliga keladi. Shuning uchun hech qachon biz boshqaga ko'z olaytirmaylik. Boshqaga ko'z olaytirishlik o'zimizning ayolimizga kelib tushishligini o'ylaylik.